Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Celaleddin Es-Suyuti rahmetullahi aleyhine Halifler Tarihi namlı kitabıda Mutevekkil Allah'ın hayatı münasebetlik dersler davamda. Bugün yani bir yaxşılıkni uyluğa adamga nisbeten bir yaxşı işle mukaffatlash deydi. Abdul-A'la İbn Hammadin Nersini deyişçe Mutevekkil Allah'ın huzuruna kirsem bana dedi ki Abu Yahya nemi bu neç gündən yo'qolib ketisiz 3 gündən ko'midiq. Bir narsa o'ylagan edik sana. Başqalar beri etib qapdiq deb shunaq dedi. Men podshohim mush yaxshi niyatlarga Alloh yaxshi mukofot bersin. Men sizlarga tövendagi 2 beytni o'qisam ruxsatmiki? Degandik, "Ha, bo'ladi, o'qi" debdi-da, shuni olib tövendagi 2 beytni o'qidim dedi. O'ylagan yaxshiliklarga men çok rahmat aytaman. Sizning yaxshilikni o'ylashlarning o'zin bir yaxshilikdir. Taqdirda putilmagan bu rizqni men sizlarga malomat qilib, sizlarga toptani qilmayman. Rizq degan taqdirimizda bo'lsa bizning o deb. Shuni olib menga 1000 dinar bir bergan dedi. Ha, bu odam aqlli zeki odam ekan qaranglar. Podshoh xalifa ip qo'ygan nasibiga mesela rizq tushmagan bilan 2 beytni o'qib bilan 1000 dinar 1000 misqal oltinlik ulab qoldi ama. Mutevekkilning hamda Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bilan menga bir ta'ziya berding degan so'zi. Bu undaq qandaq so'z? Ja'far ibn Abdulvahid el-Hashimi degan kishining deyishicha, Mutevekkilning onu söylep ketganda huzurga kirgan edim. Ve Podshoh dedi ki Xalifa Ja'far birer beyt degan bo'lsang, shu beytni tinglab, shu mazmunlardan o'tib, halqib, sal kayfiyatim o'ngshal sayan arlasa degan gap xalat degan. Sal o'ngshilib qolsam deb. Shunda tövendeki shirini o'qidim. Davr, zaman, taqdir oramizni ayrıganligini eslagan vaqtimda bana Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ta'ziya berme dedi. Demek ki bu ne? Bana musibet kelgan vaqtida Resulullah'ın vafatı arqılık üzemge men teskin tapqızma demekçi bu arqılık. Resulullah'ın musibeti bütün ümmetinin bir musibeti. Bu adamga sorun o'tag'alına bəlsi bir yerde tartıqlaptı da hem de. Ya icazet berdi demez bunda. Şöyle men yani tövendeki şirini okudum. Dedim men goya onunğa dedi. Arzu inşallah bizim yolumuz şallık yolumuzdur. Bugün ölmegen adam ətsiz ölüdü. Lekin biz kallımızda uylagan xiyalımız üçün algı ilgirlep meneverimiz gemez bundaki. Bu halifege berilgen naati yaxşı bir təsəllilik təziyə boptu undaqda. Halifedin mi turmuşuna aiti bəxtiyar boğan adamның sıfti haqqıda. Fətih ibn Xaqan degan vezirden bayan qılınışca bir günü Mutevekkilning huzuriga kirsem beşini sangıltib o'ylanib o'tirib ketibdi da dedim men aziz podshohim nima o'ylayaptilar desem azbiroyi xudo mush dunyoda yer sharida sildimi bayashat sildimi noit mo'l baxtli odammi bormidi nima bunchalar xiyol desem dedi ki Padişah Halife Mutevekkil ey Feth mendimmi bayashat adam ba dedi. Kengri bir uy olsa bir adamning salih ayoli bo'lsa kundilik nah bo'lib turadigan turmushi bo'lsa o'rgul o'tmaydigan normal o bizni tonimasa biz onun bir zulm sistem sanmasak o bizim işkimizge kelib bizga hojatman bo'lmasa onu biz masxir qilib töven ko'rmasak mana bu eng mendimi baxtli odam dedi. Bugunmi shundaq. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki bir hadisiniki isboti bu. Allah'ni tonigan, mu'min, salih, ibadetlerini yaxshi ado qiladigan, bolalarga yaxshi ko'ngil bo'ladigan, hamma jihatdan bolalarga yaxshi muomala qiladigan, oilasiga yaxshi muomala qiladigan, normal uyi, normal turmush bu odam haqiqatan bugungi kunda baxtli. Chunki bu baxt bunun qalbida, baxt.
Bəxət hərgizmi qo'ldagi ko'rinayotgan natijada emas. Haqiqiy bəxət qalbida. Shoir qizchaq va mutavakkil, yoki shoir dedak va mutavakkilning voqealigi. Abil Aynoning deyishicha, mutavakkilga shoir bir dedak sovg'a qilinibdi-da. Hamda vaqtdagi podshohlari, amir, umara, vazir, vuziralar podshohlarga quruq kelmaydi. Uni buni sovg'at qilib turdi. Burunmi bizniki podshohlarimiz ashta bo'lgan. Bir podshoh yoki bo'lsa uni sovg'at ilib bordi odatda. Bu shoira xonimning ismi Fazlikin. Fazilat bo'lsa kerak. Shundan xalifa debdi-da shoirga. Sen shoirmi degandikin. Meni setib olgan. Endi u vaqtdagi qul dedeklarni bozorlarda hamda shu qo'y chorvani sotgandek sotadi hamda. Abi uydan bizne bozorda uy oladi, qul uylar oladi. Chiga odamni tanlab, ba'sini chiroyi qaylab tanlaydi. Ba'sinin kuchi vakin deb tanlaydi. Ba'sinin talanti vakin deydi. Ba'sinin musiqa naqshini yaxshi o'qiydi ekan deydi. Ashning qarta hamda qullarniki har xil bozori bo'ladi hamda. Bahosimi ashnodagi talant, chiroy, iqtidor qarta qulning bahosi har xil bo'ladi hamda. Milyonlik qullar bo'ladi masalanchu. 1,000 yuvallik, 1,000 dollarlik qullar bo'ladi azan deganga o'xshash. Shuna xalifa debdi, bizning she'ringdan azroq o'qibagina bizga deb. Bu qiz tuvandagi she'rni deklamatsiya qilib o'qib beribdi. O'zining yozgan she'r ekanda. Hamda bu qiz yana birisi kamtar ekan. Men shoir deb demay, og'iz ishtig'ili qilib, men ay setib olgan xo'jayinlar ishda deyishib oladi-ku deb shunaq deb tuvanchilik bilan javob beribdi uning ustiga. Bu qizningki she'ri mundaq ekan. 233-yili bo'lganda hidoyatning xalifasi bo'lgan bu zotga podshohlik qushi uchib keldi. Bu xilofat Ja'farga 27 yoshda nisb bo'ldi. Biz umid qilamizki, hidoyatning xalifasi 80 yil, 80 yoshgacha podshoh bo'lib ketsalar. Mening mushu duoyimga amin demagan odamni Alloh taolo ulug' qilmasin deb duo qildi. Bu menayt aqlli xon ekan. Bu orqali tunji qitimdilar xalifaniki ko'ngli tutib oldi. Endi bu yerda yana bir tema bor ekan. Bir-biriga moslashgan ishga tushish deydi. Yani o'xshash yuz bergan ishga tushish deydi. Ali ibn Jahmiyning deyishicha mutavakkilga bir Mahbuba ismli bir dedak sovg'a qilingan bo'lib, bu qiz bola ayni vaqtida Toyibda cho'ng bo'lgan, Toyibda shu tarbiyalangan, adabiyot shuyada o'rgangan, nurg'un she'rlarni yodib biladigan qiz ekanda, mutavakkil buni qiziqib qolibdi-da. Ondan u qizga achchiqlabdi bir kimsa. Qasrdagi saroydagi butun qizlarni bundan gap qilmanglar deb gap qilib qo'ymabdi. Bir kun qashiq ko'rsam menga dediki, xalifa dedi-da, hamda Ali ibn Jahmiy dedi bu gapni. Men Mahbubani tushimda ko'rib qoldim. Men bilan yarashyapti, men uni bilan yarashyaptim. Shunga bilan dedim, men o podshohim bu yaxshi avval ekan bu desam, qo'pa menga nima ish qilyapti berib qarab boqaylar Mahbubaning qishig'a. Deb Mahbubaning o'jirsini qishig'a kelsak, u bir sazni chelib tuvandagi qo'shoqni o'qib o'tiribdi ekan dedi. O qo'shoqning mazmuni bunda: Qasrda oylanib yuriyman. Men dadimdan aytadigan hech qanday odamni gap ko'rmayman. Menga hech kim gap qilmaydi. Men bir gunohni qilib qolganga o'xshash, bir tövbesi yo'qdek meni qutqizgan shunday bir gunoh qilib qolgandek bir bo'lib qoldim ya. Podshohning huzuriga kelib menga bir shafaat qiladigan, bir vasitoldigan odammi bormidi? Tazi mugdavatgan vaqtimda kelib, men bilan yarashib olg'ili kelibdi, yarashib oldi degan she'rni o'qibdi-da. Bunaqa demoqchi o'g'ini shu tushida yarashqanlik haqida tush ko'rgan gapga maquz olma. Hatta endi tong yo'ray degan vaqtida ko'zimizga lap ko'rinib qoldi. Keyin yana
Özünki uqsığı, ucursuğa çirip uqsığa qaytıp men bilen yana yo'qolib ketdi. Sara men degan üzülüp qoldi degan gap yana. Bu demakchi o'g'ini bu yerda hamda bu qizdan mo yarışib qilish munosabatlik bo'lgan bir tush ko'rganlikka bayon qilingan shirkanda. Bu ishkali hamda anglatdi bu naqshini. Mutawakkil vaqirab ketdi. Shuni bilan u qiz uning oldiga jug'urib chiqib, putlarga so'yab, yukinib, yiqilib. Dediki, ya sayyidi degan gap. Ya'ni sayyidi degan bu ayni vaqtidagi ayollar andın didekler özün xo'jayinlarga deydigan ayt hurmat so'zi. Bu gapni hozir qilmish Marokashniki ayollarimi o'zinki eriga mush so'zni ishlatadi. Sayyidi degan so'z. Ya'ni xo'jam degandek. Bugungi kunda buni efendim deb tarjim qiladi hamda sayyidi degan so'z. Demak, yani Mevlaya degan demak ekan gap. Mevlayam degan gap. Va bugun kech men seni tushimni ko'ribdikanman, men bilan yarışib qolib tush ko'ribdikanman degan podshomi. Men mashta tush ko'ribdiman deb shunaq dedi. Shuni ona xalifa bu qizni o'zinki shu to'rdagi o'rniga olib qo'ydi. O vaqtida hamda saroyda o'tirgan vaqtida o'zinki martabasi bo'yicha o'ltirdi hamda. Ayni vaqtidami shu bizim Uyg'ur podshohlarimizning ashtati. Köpe mesela özünki padişaha yakın oturduğanlar, birinci septe oturduğanlar, ikinci septe oturduğanlar hemmisi özün tördeki mertebesi qarab, unvanı qarab şey boladı, olturdu. Manımış kızım özünki mertebesi boyunca özün aynı vaqtdagi mertebesiga qaytılgan dedi. Mutawakkil o'ltirilgan vaqtida buğa ilvaganda buni keyin hamda yuqorqi beytni o'qigan edi dedi. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.